Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning hamma yerida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimga Allohning go'zal salomlari, rahmati va barakati va mag'firati bo'lsin. Alloh hammalarni salomat qilsin. Qarindoshlar, bugun men bir xabarni angladim. Bu xabarni Erkin Sidiq efendimiz, ya'ni bizniki liderlarimizning birisi bo'lgan Erkin Sidiq efendim tarqitibdi mediaga. Bularni hammani anglab chiqdim. Anglab bo'lgandan keyin albatta azoblandim. Albatta yuragim og'irdi. Azoblandim. Balki men emas, Şu dünyanın hem yerdeki yaşayotgan Uygurlarga yetken bo'lishi mumkin. Bularni albatta azoblangan bo'lishi mumkin. Agar munofiqlik bo'lmasa, bu ishga hech kim azoblanmay qolmaydi. Albatta azoblanadi. Erkin Sidiq efendimga men hayron. Erkin Sidiq efendimni albatta biz liderimiz deb shaxsan men o'zim shunday tushunaman. Balki men emas, dunyoning hammasi yeridagi Uygurlarimiz Erkin Sidiq efendimni albatta Uygurlarning ishidan chiqqan injener, fan olimi, ziyolarimiz deb albatta cho'ng bilamiz. Shunchalik bir yuqori saviyalik bir adam turibroq, yana bu xabarni tarqatganga hech kim norozilik bildirgani yo'q. Hech kim norozilik, men norozilik bildirmayman. Albatta bu xabarlarni anglash bilan azoblanish bilan bu bilan birga Xitoyga bo'lgan nafratim oshgan bo'lishi mumkin. Albatta hammalarning shunday bo'ladi. Bu nafrat texim oshadi. Mana shunday nafrat oshqidek, nafrati ko'paygidek shunday bir gapni albatta qilgan odam oxirida shu hozirgi butun shu dunyoda yashayotgan Uyg'urlarimizning hammamizdagidek bir jimjit yetib oldik. Shangang vaqasi chiqqandan tortib jimjit yetib oldik. Albatta ba'zilar qo'shgan bo'ldi, nurg'ulgan qarindoshlarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz, ba'zilar hammamizdagidek butun ko'pincha odamlar qo'shyapti, lekin jimjit yetib oldi. Bu ishto'g'riliq Xitoyga bo'lgan bir norozilikni bildirib bir dunyoninki diqqatini Shanganga emas, biz o'zimizga, ya'ni Sharqiy Turkistonga bo'layotgan zulmga, dunyoning diqqatini tortishga aslida tirishgan bo'lsak to'g'ri bo'ladi, lekin bunga mayli tashkilot bo'lsin, mayli dernek bo'lsin, ish qilib shu biz boshda bilayotgan shu tashkilotlarimizning hammasi degidek jimjit yetib oldi. Ama siz shu xabarni degan odam albatta bir oxirida bu xabarga bir namuna bo'lgudek ma'vodir Xitoyning zulmlari manchilik holatda bo'lib ketdi. Qarindoshlar, biz jim yatmay, biz bu ishlarga biz bir tayyorlik qilib faoliyat qilaylik yoki shu Hong Kong vaqasidan biz foydalanib, biz chet elda Xitoyga bir qarshi Xitoyning beshini og'irtishga bir şu Shangang vaqalari albatta Xitoyning beshini og'irtib albatta. Biz vatanimizda qilmaymiz. Bu vatanimizga butunlay tugatdi. Uchiqli dedingiz. Hamda biz chet elda kelganlar bu shunday jimjit bir yotandoq. Siz to'g'riliq bilan o'zingizda bir safarbarlik qilib bir o'tirga bir chiqib bir chaqiriq qilib qo'ymadingiz. Maqsadingiz nima sababdan shu gapingizning bir oxirida bir namuna bo'lgudek bir gapni qilib qo'ymadingiz ya. Sizniki maqsadingiz ham bu chet eldagi Uyg'urlarni azoblashtirishdan boshqa maqsadingiz yo'qmi? Bir chaqiriq qilsangiz bo'lmamdi, bir safarbarlik qilsangiz bo'lmamdi. Degan gaplaringizga hech kim qarshi emas. Albatta boyi dedim-ku, bu gaplarni anglash orqali Xitoyga bo'lgan albatta nafratimiz kuchaydi. Shu nafratimizni shunday gaplarni bosib, shunday vaqtlarda darhol 80 ga 100 ga 180 ga chiqadigan bir nafrat bor. Mana shunday nafratimizdan keyin kichik vaqtimizdan foydalanib bir dunyoga, butun dunyodagi o'sha yashayotgan Uyg'urlarning hammamizdagidek bir o'z yashayotgan o'z davlatlarimizda, albatta yashayotgan davlatlarning hammasidagidek bir demokratik davlatlar. Hech qanday davlatlar bunga meningcha norozilik bildirmaydi, qarshilik bildirmaydi, balki ijozat berishi mumkin. Agar shu Turkiya bunga ijozat berishi mumkin, agar bir shunday cho'ngroq bir tashkilotlarimiz bilan bir ba'zi bir masalan Amerikadagi ba'zi bir tashkilotlarimiz Amerikaning ba'zi bir qo'lliq odamlar bilan birlashib bir iltimos qilsa, albatta Turkiya bunga yo'q demas bo'lgaydi. Mana shunday bir olqilik bir paytda nima uchun o'z Uyg'urlarimizni bir safarbarlikka bir buyurmaysiz? Nima uchun safarbarlik qilishga bir ovoz qo'shishga bir